Alo. Alo, assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida istiqomat qiluvchi Yorqinoyxon opa, siz bilan bog'landikmi? Ha, bog'landik. Sizni bezovta qilib qo'ymaydik degan umiddamiz. Biz sizni yurakdan xatlarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Bu loyihaning boshlovchisi Gulsanamxon bo'laman. Biz siz bilan jonli efirdamiz. Esdalik uchun ovozimiz radio to'lqinlari orqali yozib borilmoqda. Avvalo sizni tug'ilgan kuningiz bilan muborakbod etamiz opajonim. Rahmat, katta sog' bo'ling. Bilasizmi, sizga bir ajoyib yaqiningiz o'zini olam dalasxorlari bilan yuragidagi gaplarini bizning kanalimiz orqali sizga yetkazmoqchi bo'ldilar. Rahmat, katta. Va u inson sizning yaqinlaringizdan kim bo'lishi mumkin? Kim deb taxmin qila olasiz opajonim? Opamlardir. Albatta, yana o'zgina taxmin qilib ko'ring-chi. Yaqinlarim ko'p. Eng yaqinlaringizdan o'zingiz birortasini taxmin qilib ko'rasiz opajonim. Opa-singillarnikidanmi? Albatta. Marg'ub opa. Bo'lmasam, men sizga o'zim yordam berib boraman, maylimi opajonim? Rahmat, bu boryapmanmi? Yo'q, ozgina tashyapsiz. Nima Sizning jondan aziz singiljonlaringiz Nilufarxon, Mashhuraxon va eng asosiy tabriklovchi sifatida Gulbahorxon opamni sizga tabrik yubordilar opajonim. Rahmat, anjorlari sog' bo'lsin. Umrlari ziyoda bo'lsin. Ilohim, keling endi. Albatta opajonim, keling endi shu samimiy tilaklarni sizga o'qib eshitirsam maylimi, eshitasizmi? Rahmat, eshitaman. Ushbu kunda tilaklarim ummon bir olam. Unda yo'q aslo g'am tashvishu olam. Dunyodagi tilaklar bo'lganda ham jam, siz uchun baribir u tilaklar kim? Nasib etsin jannatlar, yiroq ketsin kulfatlar. Sizga bir shirin tilak, tug'ilgan kun muborak. Sizni bugungi go'zal kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklayman. Doimo yuzingizdan tabassum, qalbingizdan xotirjamlik va hayotingizdan baxt arimasin opajonim. Har bir kuningiz quvonchli, orzularingiz go'zal va niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Sizga mustahkam sog'lik, uzoq umr, oilaviy baxt va cheksiz omad tilayman. Yaxshi kunlarda, baxtli damlarda doimo yonimizda bo'lib yuring opajonim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya Gulbahorxon opajonimiz sizga tabrik yuboribdilar. Rahmat, mana bularni yaxshi ko'raman. Anjorlari sog' bo'lsin. Niyatlarga yetishsin. Ilohim, bugun dilda ajib hayajon. Bugun quyosh o'zgacha porlar. Bugun sizni shirin orzular yana bir bor bag'riga chorlar. Aytadurlar turfa qutlug'lar, umringiz go'zal baxtlarga to'lsin. Yuzda shirin tabassumla tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Opajonim, yana bir bor payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ilohim bunaqa kunlarni ko'pini ko'rib yurish sizga doimo nasib qilsin. Rahmat, sog' bo'ling. Katta rahmat, anjonim sog' bo'lsin. Rahmat opajonim, sizga ham samimiy tilaklaringiz uchun. Rahmat. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qoshu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.